Zakaz deysanmi? Hozir men senga o'z qo'llarim bilan mazali, ishonchli, tishlaganingda to'kilib ketmaydigan burgerchalar tayyorlab beraman dedimda, xamir qorishga tushib ketdim. Qabunaga kerakli masalliqlarni yozib qoldirdim. Hammasini birin-ketinlik bilan solib, o'rta yumshoqlikda xamir qorib olinadi. Tayyor bo'lgan xamirni ustini ozgina yog'lab olib, yarim soatga oshirgan issiq joyga olib qo'yiladi. Bu orada kotletlarni tayyorlab olamiz. 400 gram qiyma, 2 ta piyoz, 2 ta zubchik chesnok va tabga ko'ra tuz va ziravorlarni sorib aralashtirib olamiz. Shunaqa oddiy bankani krishkasiga qiymani solib forma berib oldim. Menda shuncha qiymadan 7 dona kotletlar chiqdi. Endi kotletlarni o'rta olovda orqa oldini qizartirib pishirib olamiz. Qarasam, xamirim qo'shiniga chiqib ketyapti. Oshibsan dedim deb bosib qo'ydim. Endi qo'llarni ozgina yog'lab, xamirni 7 yoki 8 bo'lagiga bo'lib, zuvalachalarni yasab olinadi. Burgerlarni sochli bo'lib chiqishiga tuzlangan bodrin, mayonez, ketchup solib sous yasab oldim. Zuvalarni bittasini olib yoyib, piyolaga qo'yib olinadi. Endi shu ko'rinishda birin-ketinlik bilan masalliqlarni solib chiqiladi. Keyin chetlarini yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Faqat yaxshilab yopishtiringlar qizlar, chunki souslar erib, pomidor erib, suvi chiqqanda ochilib ketishi mumkin. Mana shunaqa dum-dumaloq chiroyli burgerlar bo'ladi. Ustiga tuxum surib, kunjut sepib, 180 darajada qizib turgan duxovkaga 25-30 minutga qo'yiladi. Ko'chanikidan qolishmaydigan, qaytaga mazali, mehr bilan tayyorlangan burgerchalar tayyor bo'ldi. Hammadan ham bolajoninglarga o'z qo'llaringlar bilan tayyorlab berganinglar boshqacha bo'ladi-da. Bu burgerlardan keyin bolajonlar ko'chada burger yemaydigan bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Mendan sizga sochli yopiq burgerchalar, sizdan menga подписка va like. Очень-очень вкусно, мама. Спасибо.